Inshaalloh bugun tarixda qoladigan sana bo'ladi xudo xolasa. Bugun 23-iyun sanasidan hozir bu videomiz Food City bozoridan olinyapti. Portugaliya bilan O'zbekiston o'yini bor. Tarixiy kun. Hammamiz xudo xolasa O'zbekistonga balet qilamiz, nasib bo'lsa O'zbekistonni hop yutishni so'rab qolamiz. Endi xudo xolasa bugun Food City bozorida ham bozorchilardan bir statistikani bir so'rab ko'ramiz. Qanaqa shot bo'lishini oldindan bir. Portugaliya bilan O'zbekiston shoti aniq shot necha bo'ladi o'ylaysiz? Xudo xolasa necha bo'ladi? Necha? 1-1 2-2. Ayting. 2-1. Kim yutadi? O'zbekiston. O'zbekiston yutadi. 2-1 bo'lib qoladi yo'q. Kim yutadi? O'zbekiston. O'zbekiston yutadimi? Sayr aka necha? Durang bo'lsa ham roziman deydi. 1-1mi? Ha. Xudo xolasa endi O'zbekistonga omad tilaymiz, lekin bittasi ham gol ursin. O'zbekiston yutadi baribir. Nechaga? 2-0 ga yutadi. 2-0. Durang bo'ladi. Necha? Yo 1-1 yo 2-2 bo'ladi. 2. Hozir internetda ko'ryapmiz, hamma hozir O'zbekiston Portugaliya o'yini uchun hozir kimdir O'zbekiston yutsa mashina, telefon, pul nimalarni beraman deyapti. Nasib bo'lsa biz ham O'zbekiston yutsa, bir qop kartochkani xalqqa tekinga beraveramiz. Zafar to'g'riz kartochka necha puldan chiqyapti? Bir qopi necha pul bo'lyapti? Bu qopi to'shisi shu 260 ming. Narxi necha puldan chiqyapti? Shuni ayting. Sifati endi yaxshilari qimmatbaho. Sizda bilaman, sifat eng zo'rlari sizlarda bo'ladi lekin. Kartochka. 1,5 beryapmiz jo'ra. Kalondan. Bu qaysi bu? Mesnimi? Gala Messi. Gala necha puldan bo'lyapti? Galani 4,5 beryapmiz. 4,5 ming. Bularchi? Kalomba. Kaloma vash taptama degan tilla bo'joqdan. Ko'proq bo'lsa 4200. 4300, 4200 ha. Ama qizillar ham bor-da bu yerda. Qizillar necha puldan chiqyapti? 5100 berdim buni. 5100. Kartochka vash tushib ketibdi lekin. Bir xil chiqib beradi ana shunday. Piyoz ekkanlar xafa bo'lsa ham bo'lar ekan o'zi. Kartochka ham narxi optimda shunaqa qo'yapti. Men bir beryapman. qaysi? Samarqandmi? Samarqand 3,5 ekan. Gap yo'q lekin.